Do'ppaygan qorin faqat homilador ayollarga yarashur. Ha, bu maqolni o'zim o'ylab topdim. Lekin agar sizlarning oralaringizda ham do'ppaygan qorindan, semiz baqbaqalardan yoki-da umuman semizlikdan aziyat chekadigan ayollar bo'lsa, men natijasi 100%, narxi bo'lsa 100 ming ham turmaydigan kichkina mini tezkor marafonimga start berdim. Ya'ni ayollarimiz orasidan qorindan qutula olmaydigan, parhez qiladi, vazni qotib qoladigan yoki-da qimmat diyetalardan charchagan ayollar bo'lsa, tezkor 15 marafoniga tezda qo'shilib olishingiz kerak. 14-noyabrdan boshlanadigan marafonimiz 6-7 xil shifokorni o'zida jamlangan marafon hisoblanadi. Ushbu marafonga qatnashmoqchi bo'lsangiz va zo'r ozmoqchi bo'lsangiz, kamida 6-7 kilogacha vazn tashlamoqchi bo'lsangiz, hoziroq videoga like bosib, kommentariyada o'zingizning vazningizni yozib qoldiring. Sizga tezkor marafonim haqida ma'lumotni yuboraman. Do'ppaygan qorindan siz bilan birgalikda qutulamiz.